er bo'lgan odam bularni nemishqa bilmaydi, nemishqa tushunmaydi. Onun xiyolda zodi nima bor? Gulxon uzundan uzun eg'ir o'ksinib qo'yib, onunğa ta'jiblangan, echingan holda mixdak tikilib qardi. Ko'z chanoqlarida pildirlab turgan ko'z yoshi teshig'i sirg'ib chiqanmay, uy ichidagi hamma narsalarni quvollashtiryapti. U beshini asta chayqab, ammo keskin ovozda dedi: Kamil, men sizni endi kechirolmayman. Abomni qilolmayman. Men bek yerib ketdim. Bekli charchab ketdim. Jismimda mag'dur qolmadi. Men sizning bo'yningizga silingan bo'yinturuqning endi mening bo'ynimga silinib qolishini xohlamayman. Men sizni emas, siz meni apo qiling. Biz ajrashib ketaylik. Mening bu uyni tutqum kelmadi. Kelgisimga ishonchim qolmadi. Şuna her işkilimiz öz yolumuzga mangayli. Şu mening endi sizni qayta apo qilishimning hojati qolmadi, tushundingizmi? Kamil xuddi o'lim jazosi berilgan hukmnomani anglagandek chiroyi birdilla tatirib ketdi. U Gulxonning qo'lini ching tutib turib, echinishlik nido qilgandek ovozda tovlab ketdi. Yo'q, Gulxon undaq qilma. Sen ketsang menga faqat o'limdan boshqa yo'l yo'q. Sen meni tirik bitib dafni qilib etaydansan, ha? Gulxon unuğa ajablanib qardi. Shundaq, unuğa ayan, intayin ayan. Onun degani rost. O yaqinqi mezgildan buyon unuğa mushundaq tayinib kunib qolgan kichik bola. O uning ketib qolishidan, o'zini tashlab yiroqlarga ketib qolishdan qo'rqidi. U uning ota-onasining uyiga ketamaydiganligini, balki yiroqlarga, mangu o'zini topolmaydigan bir yerlarga ketib qoldiganligini obdan biladi. Lekin u qimirni tashlayolmaydi. Gulxon zodi qanday qilish kerak? Rastla onun bilan kar bo'lmay, uni tashlab ketish kerakmi? Yo'q, u unda qilolmaydi. Kamilmi uning bunda qilolmaydiganligini aniq biladi. Chunki u o'zini deb ota-onasidan voz kechgan. Endilikda o'zi yaxshi ko'rgan bu erni tashlab hech yerga ketolmaydi. Gulxon uning o'zining ojizligini bildirib qo'ygan. Tomirni tutqizib qo'ygan. Uning zodi boshqa amal yo'q. Shuning bilan u ikki qo'lida yuzni atginicha o'ngrab tatib qattiq yig'lashga boshladi. Uning yig'i ovozi karvatda jimjit ham tatliq uxlayotgan bolani cho'shtirdi. Bola qo'rqinish va g'angirash ichida chayqirab ketdi. U darhol yig'isini to'xtatib, karvat yeniga o'qdak etilib berib, qo'rqinishdan qiyqirab yig'layotgan bolani quchog'iga elib ko'tirib, uni texicha bir nuqtaga tikilib, bazda qarab turgan dadasining oldiga elib kelib, ko'zga laqqa yosh olgan holda baqirib ketdi. Qarang! Ko'zingizni yo'g'on ochib qarang. Mana bu sizning o'g'lingiz. Bilamsiz? Bu uyda onun süt parashiga epagidek pul qamig'ili yarim ay bo'ldi. Mana qarang. Obdan qarang. Bola sizning taqi turqingizning qandaqligini unutib qolayli dedi. Onun badanida yana qanchalik at qolganligini siylab beqing. Uni quchog'ingizga elib ko'tirib beqing. Onun eg'irligi hozir jinqi to'xtamda yo'q ko'tirib beqing. Voy jinim bolam. O shu tapda o'ruqlab, sizga o'xshash tirik murdaga o'xshab qilyotdi, buni bilamsiz, ha? Buni bilamsiz? Kamil balani uning quchog'idan elib, uning badanini silg'inicha o'zini tutolmay yig'lab ketdi. Jinim balam, dadangni kechir. Dadang atidan boshlab qaytadan odam bo'lishni o'rganadi. Balangizga degan gapingizni bo'lsa-mu turing. Undaq bo'lmaydi ekan, men endi sizga ich og'irtib o'ltirmayman. Ham meni qayta ko'rman deb ham xiyol qilmang. Men sizdan ayrilsam, jinimni cho'qim jon etib keta olayman. Xotirjam bo'l. Men cho'qim gapimda turman. Faqat sen menga mo'sh bir qitim fursat bersanglar bo'ldi. Ma'qul, hozircha gapingizga eng oxirgi bir qitim ishinib, eng oxirgi bir qitimlik fursatni beray. Navada meni yana aldab qo'yib, o'z sanimingizga dasaydigan bo'lsangiz, meni bu uyda yana ko'rman deb o'ylamang. Hey, ayol bo'lmoq nemanchi tasa?
Özümnің boynuğa özüm boyunturuq salib qalishimni nemishqa boraraq, siz tunji qatam mush yo'lga kirib qolgan kuni o'ylamagan bo'g'iydim. Bo'ldilar, sizga to'la so'zligimning nima foydasi? Bari bir eshakning qulog'iga sattar chaqandek bir ish qo oxiri, ha? Sirtdan kirgan bo'lgan keyin, balkim qo'sqingizni to'yg'izib kelgansiz. Men bak charchab ketdim. Sizmi yuzingizni yuyib kirib uxlab at xizmatingizga bering. U shundoq deginicha bolasini uning qo'ldan elib, karavotga avaylab yotqizib qo'yib, o'zimi ustidagi ko'ndirab, rangi o'chib ketgan kiyimini almashtirib, bolasining yeniga kelib yetib, ko'zni ching yumdi. Gulxon atsiz harda o'rnidan turganda Kamil yotgan yerida ko'rinmaydi. U Gulxon o'rnidan turib bo'g'icha allaqachon uydan chiqib ketgan bo'lib, u shu chiqib ketganicha yana oda 4 kungacha qarasini ko'rsatmadi. Gulxon Kamilning tanishlariga u ishlayotgan o'ringa telefonmi o'rmadi. Chunki u Kamilning uydan chiqib ketsa ishga bormaydiganligini, al-og'inlarining uning nega ketganligini bilmaydiganligini aniq biladi. Chunki uning do'st birodarlari Kamilning qimarga uyinib qolganligini, opasining besham nachar xotin ekanligini bash qo'ldek bilib ketgan bo'g'ishqa uning parvo qilmaydigan, ko'simi ko'maski soladigan, hatto bobo kesili yo'qib qoldigandek o'zlarini chatga oldigan bo'lib qolgan edi. Uning hozirgi birdan-bir do'sti Tavqa, qamavozlar va qarz egilari edi xolos. Gulxon o'rnidan turib, yuz qo'llarini yuyib, balasiga eng oxirgi bir siqim ko'rishdan bir china oppoq, suyuq sho'v ko'rish qaynatgandan keyin uningdan o'zi bir piyola ichib, qog'inini balasiga qoldirib qo'ydi. Ondan kiyimini almashtirib, ustal ustida chechilib yotgan originallarni ratlab, bir chatga ep qo'yib, tartmaning ichidan bir necha kundan buyon aran ko'chirib tayyorlab qo'ygan maqolni rezinga poqish bilan o'rab chekdi. Jimjit uxlayotgan o'g'li Kamranni uyg'otib, uning yuzini issiq suvda nam qilgan lo'ngi bilan surtib, boy ep qo'ygan sho'v ko'rishdan ozroq ichirgandan keyin uning kiyimlarini kiydirib, tayyorlab qo'ygan materialni bir ko'ni qo'l sumkasiga selib, bolasini ko'tarib, eshikni ching quluplab, uydan oldirash chiqib ketdi. Uning mangbar jafoda qo'lda ko'chirib yozg'ini shaharlik o'tir maktabga ilmiy mudirlik xizmatini ishlaydigan Turg'un apandining oldirashli yezib tamomlagan, xat orliqlariga yangidan nurg'un xatlar ermash-chermash qistirib yozilgan, bakrak diqqat qilmasa xatlarni aniq farq etkelma bo'lmaydigan bir ilmiy maqolasining qo'l yozmasi bo'lib, u odatda bakra oldirash, ya'ni kelib bundoq ilmiy maqolalarni kompyuterda bosmay, cho'qim qo'lda yozish talab qilingan bo'g'ishqa u o'zining asar maqolalarini doim boshqalarga yozdiradi. Gulxonning burundilla davlat tili saviyasi yaxshi, pochirkisi chiroyli bo'lg'achqa u Kamil bilan to'y qilib uzun o'tmay, Kamilning addi basharasi oshkorlangandan keyin amalsiz sirtqa chiqib xizmat izlab, oxir bir kichik xususiy shirkatdan xizmat topgan. Turmushini ozroq bo'lsa-mu yaxshilash uchun boshqalarning tanishtirishi bilan ishdan sirtqi vaqtlarda boshqa o'qituvchilar, kadrlar va bir qism boshliqlarning mushundoq narsalarni qo'lda ko'chirib bergan. Buning bilan kirimi oz bo'lsa-mu, lekin tuz, choy, sopun qatorliq turmush lozmatliklarini setib olishga ishiltib, o'zining bir oylik ish haqini oz to'la tejab qolgan edi. Keyin u qaynonasining yo'q yerdan qusur izlab qotildoshlari, topgan targinini erining buzib chechishi, o'zining ishga qatib qelishi sababli ish o'rnidan istifa berib, uyda o'ltirishga majbur bo'lgandan keyin hamma ishdan ro'y yenib, kunlari echin zerinlik ichida o'tdi. Yana keyin eri haddidan eshib, topdan chiqib, topgan taganlarini tavqada so'rib, tegi yo'q anga tushib ketdi. Hech qanday kirim manbaga erishamay, turmushda qatiylik chiqish yo'li topolmagan Gulxon ma'lum bir boshlang'ich maktabda o'qituvchilik qildigan qo'shnisi Maryamning tanishtirishi bilan Oran deganda Turg'un mudirning maqollalarini ko'chirib beradigan mush ishni tepib, turmushini Oran qamdab kelayotgan edi. U har qitim ko'chirib tayyor qo'ygan qo'lyozmani shaxsan o'zi Turg'un mudirning uyiga olib beradi. U bu ishni o'zildirmay davomlashtirib kelayotganiga bir necha oy bo'lib qolgan bo'lib, ba'zida ko'chirib tayyor qilib qo'ygan asarni o'zgartirishga to'g'ri kelsa, u haqsiz qaytadan ko'chirib yezib berishga majbur bo'ladi. Bir qitim haq elib bo'lgan qo'lyozmadan yana bir qitim qayta haq olib bo'lmag'achqa,
u o'zi bir qo'lliq ko'chirib yozgan bu originallarning ikkinchi qitim qayta o'zgartirilmasligini chin qalbidan umid qiladi. Bo'lmasa, uning vaqti zoyi bo'lgandan sirt bir muncha jafoliq ajri yo'q chiqadi. U bolasini yeli hapash qilib, yeli quchoqlab ko'tirib, bir yo'llik ko'cha avtobusiga o'ltirishga ko'z qiymay, bir muncha yo'lni piyoda mengib, arg'in bir holatda turgan mudirning uyiga qarab mangdi. U maktab qo'risiga oz qolgan ko'cha do'qmishiga kelganda, yo'l bo'yidagi bir do'konning yangratqusidan chiqayotgan bu naqshini anglab, yuragi jig'ildab ketdi. Ah taqdir. Bu naqshi mendek dertmen uchunla yazılgan bo'g'aymidi. Mening keçmişimni bilib qolgan birasi yezib akortlaştırıp, mushundaq dertning ichida aytgan bo'g'aymidi. Xalq naqshisi, o haqiqatan xalqning naqshisi ekan. O odamning ishki dunyosini aynan yoritib, derdiga derman bo'lib, hasratini to'liq namoyon qilib bera oladi ekan. Gulxon ulug' kichiklanib qo'yib, pastga sangilib ketayotgan o'g'lini ustigaroq ko'tarib qo'yib, peshonasiga tarlarini bir qo'li bilan avoylab surtayotgandan keyin turg'un mudirning hovlisiga kirdi. Xosiyat xonim hovlisidagi kichik gullikda o'stirgan mo'dan gul bilan yerlik atirgulning qalaymaqon o'sib qolgan shoxlarini putayotdi. U tarlab tapchirab hovlisiga kirib kelgan Gulxonni ko'rib, qo'lidagi ishni tashlab, ishtik uni oldiga kelib, bir chiroyliq egilib salom qilib o'tgandan keyin mehribonlik bilan kulib turib dedi: "Voy, Gulxon singlim, siz bakli chaqqangu, shuncha tez ko'chirib oldingizmi? Sizga yana jafo soldik-a? Bunda qo'lda yozilgan ishlar qachonmi tugab, kompyuterda urilgan yozmalarni ishlatishga ruxsat qilinadigan bo'lar deyman."